Videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Ushbu videoda ko'rayotganingiz singari bugun o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ring. Videoda o'tkazayotgan barmoqlaringiz bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib serob bo'lib keting do'stim. Qarang niyatlarning go'zalligini, undan-da go'zal narsani ko'rsataman. Ya'ni Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. Arab alifbosini bilmaysiz, lekin Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz kuchliligidan Qur'on o'qishni xohlayapsiz. Endilikda qaranglar do'stlar, harflari nihoyatda dona-dona holatda, anordek qilib, chiroyli holatda, marvaritdek qilib yozilgan. Qolaversa sarg'ish ranglar bilan yozilganda hisobi ko'z nurlarini toldirmaydi. Qolaversa kitobimizni QR kod orqali eshitish tizimiga ega. Qur'onimiz hattoki Qur'onni tafsiriga ega, ya'ni o'zbekchasi. Undan da tashqari hadislar, oyatlar jamlanmasi. Ya'niki misol oladigan bo'lsanglar, Qadr surasi. Qachon nozil bo'lgan, qayerda nozil bo'lgan, necha oyatdan iborat to'liq holatlarda tushuntirilgan. Agarda kitobimiz sizga qiziq bo'lsa, jannati birodarim, siz aytayapman, "Axi, +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga Telegram tarmoqlari orqali murojaat qiling. Sizlarga Rossiya bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz." Ma'assalama.